Bilamizki, dinimizda har bir insonni, u xoh erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, jamiyatda o'rni bor, hurmati bor. Alloh taolo har bir jins vakiliga jismoniy, ruhiy, ijtimoiy holatiga mos adolatli martaba bergan. Ko'pchiligimiz ustozlarimiz ayol kishi bo'lgan, erkak kishilar ham bo'lgan, lekin ayol kishi ham bo'lgan. Ayol o'qituvchilarimizdan ayollarga ehtirom degan narsa paydo bo'lgan. Erkak o'qituvchilarimizdan mardlikni tushunganmiz. Hamma o'rinda ayollarning ehtiromi bor. Qo'shni onalarimiz bo'lgan, bizni katta qilgan, onamizga yordam bergan. Onamiz kasal bo'lib qolsa, qo'shnilar chiqib bolasiga qarashgan. Shuning uchun aytamizki, bu ayol meni beshigimni terayotgan deymiz. Bizga begona, lekin ana shundoq bir ayollarni jamiyatda har bir jabhada, u tijorat bo'lsin, qo'ni-qo'shnichilik bo'lsin, qarindoshchilik bo'lsin, ta'lim bo'lsin, hamma yo'nalishda ayollarning o'zini o'rni bo'lgan. Biz albatta ayollar haqida gapirar ekanmiz. Dinimizdagi Qur'on va sunnatdagi ayollarga berilgan huquqlarni, ehtiromni gapirishdan avval solishtirish o'laroq, ya'ni Alloh taolo bizga buyuk bir ne'mat berganligini eslashimiz ma'nosida johiliyatni ham keltiramiz. Johiliyatni ochiq aytadigan bo'lsak, johiliyatda mabodo bir ayol eri o'lib qolsa, u xuddi molga o'xshab undan keyingilarga mulk bo'lib qolgan. Deylik, bir inson vafot etib qolsa, uni uyi, mashinasi qolsa, aka-ukasi, qarindosh urug'i, bolasi unga boshliqlik qiladimi, rahbarlik qiladimi, xo'jayinlik qiladimi? Ha. Agar biror bir erkak vafot etsa johiliyatda, xuddi mulklari meros bo'lganidek, ayol ham meros bo'lgan. Ayolda o'zida huquq bo'lmagan. To'xta, men erim o'ldi. Men endi bir xohlagan insonim bilan yashashga haqqim bor. Yo, men erga tegim yo'q. Yo akasiga yo ukasiga mol kabi meros bo'lib o'tib ketavergan. Bizda biroz boshqacharoq varianti bor, ha? Mabodo aka o'lib qolsa, yosh bo'lsa ukasi uylangan. Bu boshqa narsa bu. O'shanda ham ixtiyor berilgan. Endi bechora akamdan qoldi, boshqaga bormasin ma'nosida, unda ham zo'ravonlik bo'lmagan, ukasiga uylanasan deyilmagan yoki kelinga shunga erga tegasan deyilmagan. Ba'zida bizni bu o'zbeklarga xos bo'lgan bir odat, qishloqlarda, viloyatlarda biz eshitganmiz, akasi o'lib qolsa, ukasi uylangan. Lekin biz aytayotgan narsa boshqa. Bu bamisoli qul. Ayol eri o'lgandan keyin qul bo'lib boshqa insonga, xizmatkorga, xotiniga aylanib qolgan. Islom shariati, Qur'on va sunnat esa bu johiliyatning ishlariga qarshilik qildi. Va johiliyatda shunaqa bir tushuncha bo'lganki, bu ayollar qo'liga qurol ko'tarib urusha olmasa, bilaks asrga tushib qolsa, bular bizni sharmanda qiladi, qo'limizni kalta qilib qo'yadi. Sani xotining yo qizing manda desa, tilimiz kaltalik qilib qolib, ularga majbur bo'lamiz aytganini deb turib, hatto shu fikrga borib, qizlarni ko'mishgan, tiriklayin. Nimaga? Bular bizga kerak emas, bular bizga qo'pol qo'yayotganda minus degan. Vaholanki savolda endi johiliyat insonni shunday bir ahmoq qilar ekanki, shu insonga endi o'sha zamonga qaytib qolsangizda, bugungi tushunchadagi inson savol bersa, aytsaki, seni kim tuqqan, erkak tuqqanmi desa. Ha? Sen yo hayvondan tug'ilganmisan desa. Onasi bo'lgan-ku uni ham. Ona tuqqan-ku uni. Nimaga endi o'g'il inson bo'ladi-yu, qiz inson bo'lmaydi? Johiliyat, nodonlik insonni ana shundoq bugun tasavvur qila olmaydigan bir holatga olib borib qo'yadi.